Bugun tungi soat 1:30 atrofida Afg'oniston hududida 7 ballik kuchli zilzila qayd etildi. Tebranishlar nafaqat Afg'oniston, balki O'zbekiston hududida ham aniq sezildi. O'zbekistonda sezilish darajasi quyidagicha bo'ldi. Surxondaryo viloyati 5 ball, epitsentrdan 90 km. Qashqadaryo viloyati 3-4 ball, 302 km. Samarqand viloyati 3 ball, 358 km. Jizzax viloyati 3 ball, 410 km. Navoiy viloyati 3 ball, 444 km. Buxoro viloyati 3 ball, 451 km. Sirdaryo viloyati 3 ball, 464 km. Toshkent shahri 2-3 ball, 557 km. Farg'ona viloyati 2-3 ball, 579 km. Seysmologlarning ma'lum qilishicha, bu silkinishlardan so'ng qayta to'lqinlar, ya'ni aftershocklar kuzatilishi ehtimoli mavjud. Rasmiy idoralar fuqarolardan xotirjamlikni saqlash, tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ishonmaslik va zarurat tug'ilganda faqat rasmiy kanallardan foydalanishni so'ramoqda. Eng so'nggi va tezkor yangiliklarni birinchi bo'lib bilish uchun kanalimizga obuna bo'ling.